Assalomu alaykum birodarlar, sog'samasizlar do'stlar. Birodarlar, tuxum sarig'idan qanday yog' olishni 3-4 martalab videorolik qilganman, lekin oxirgi bosqichda to'liq videorolik qilmaganligi sababli mana hozir birodarlar quruq qizib turgan qozonga tuxum sarig'ini solib quritish jarayonidaman. Agar videorolikni oxirigacha kuzatsangiz, oxirgi jarayonlarni ham ko'rsataman. Tuxum sarig'idan yog' qay tarzda ajralib chiqishiga o'zingiz guvoh bo'lasiz va tayyorlashingizga qo'l kelishi mumkin. Sizlar tuxum sarig'i olish jarayonida ana shunda boshidan oxirigacha izlasiz va hamda qo'zg'ab turasiz. Bu tux sariq, jigar va hamda oxiriga esa do'stlar qop-qora rangga kiradi. Buni boshidan oxirigacha ana shunday tinimsiz ezib qo'zg'ab turasiz. Toki qop-qora rangga kirib, suv ajralib chiqqunga qadar. Mana birodarlar, qoramtil tux jigar rangga kirdi. Tux qora rangga kirishidan oldin do'stlar qaynaydi bu. Ana shunday holatda. Mana birodarlar, tuxum sarig'i qorayib jazga aylandi va yog' chiqish boshlandi. Birodarlar, qo'y massadan mana qop-qora suyuqlik ajralib chiqish boshladi. Do'stlar, quyuq massa ana bunday yopishqoq qaymoq holatda keldi. Bu birodarlar tayyor. Va nihoyatda birodarlar, tuxum yog'imiz tayyor mana. O'zi ajralib qoladi. Hattoki mana bu quyi qasiq ham qotishmaga aylanib, buni ezgan vaqti gemoroylarga qo'ysagar, gemoroy chuqur yerlarini bitkaradi. Hattoki musir ham pulmini birodarlar. Mana haqiqiy tuxum yog'i o'zi shunday ajralib qoladi. Sog' salomat bo'ling, Alloh omonatisiz xayr, asosida o'zida asrang.